Mo'min odam shunday baxt saodatlikki, uning har bir daqiqasi ibodat bilan o'tadi. Allohning buyrug'iga muvofiq, yaratuvchisining buyrug'iga muvofiq bo'ladi. U mo'min odamda qo'rquv bo'lmaydi. Haqiqiy iymon bo'lmasligi bilan insonda har xil bir tashvishlar paydo bo'ladi. Mo'min odamni yashasa saodatlik bo'lib yashaydi. Allohning buyrug'iga muvofiq har bir daqiqasiga ajrlar yoziladi. Mo'min odam agar vafot qilsa, hasadgina dunyosidan pokiza dunyoga ketadi. Mo'min odam agar o'z ajali bilan o'lsa, pokiza dunyoga ketadi. Agar biroz zolimlar tarafidan o'ldirilsa, mo'min odam unda yana ham quvonadiki, shahid bo'lib ketadi. Mo'min odam o'zining mahbus bo'lib qamalishligini Alloh yo'lida xilvat deb biladi. Alloh bilan unis bo'lib o'tirish deydi. Mo'min odam surgun bo'lsa, mo'min odam sayohat deb biladi. Lekin har qanday tazyiq bo'lsa ham mo'min odam uning o'ziga ibodatga aylantirib oladi. Shuning uchun birodarlar, mo'min odamga taom bermaydigan zolimga duchor bo'lib qolsa, unga harom qilingan narsa halolga aylanadi. Mo'min odam kasal bo'lsa, sabr qilib ajrlanadi. Mo'min odam tandurust bo'lsa, Allohga hamdlar aytib ajrlanadi. Mo'min odamning farzandlari ko'p bo'lsa, Allohga hamd aytib, bularning rizqini Alloh beradi deb turib tang bo'lmaydi. Mo'min odam farzandi bo'lmasa, Alloh menga bergan qismati shu deb sabr qiladi. Biror bir daqiqada mo'min odamni ezib tashlashligini iloji yo'q. Faqat mo'min bo'la olmasa-gina u hayotda tang bo'la boshlaydi. Haqiqiy mo'min bo'lgan odam baxt saodatli bo'lib yashaydi. Dunyoda agarchi bu sizlarga g'alati tuyulsa ham aytamanki, ikki toifa odam hayotda mazza qilib yashaydi. Birinchisi haqiqiy mo'min, komil odam mazza qilib yashaydi. Chunki u hayotining har bir qismini ajrga aylantirib oladi. Ikkinchisi jinni odam mazza qilib yashaydi. Chunki u aqlsiz, u kecha nima bo'lishi yo'q. Hamma to'y tomosha qilayotgani ham bir, unga hamma musibat bilan o'tayotganligi ham bir. Unga hayotning hech qizig'i yo'q. Unga bir narsani tashvishi ham yo'q. Unga hech biror hayotda tashvishi yo'q. Doim uni hayoti doim bahor bo'lib turaveradi. O'rtadagi hamma odam ezilib oqib yashayveradi. Va dunyoda uni ezilishligi bilan hayot o'zgarib qolmaydi, birodarlar. Men bu bilan majnun odamning havas qilinsin demoqchi emasman. Alloh subhanahu va taolo uning taklifdan tashqari qilib qo'ydi. U qiyomatda so'ralmaydi. U majnun. U biz aql ne'mati qancha katta ne'mat ekanligini ibrat hosil qilishligimiz kerak ko'rib. Ammo haqiqiy mo'min odamlar hech qachon hayotda ezilmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo alla ta'budu illalloh, faqat Allohni o'zigagina ibodat qilishliginglar uchun Qur'on jo'natdi Alloh taolo.